Bir ayol har safar nafaqa pulini olganda uzummi, handalakmi, xullas biror bir tansiq narsa xarid qilardi. Bugun ham nafaqa pulini oldida bozorchaga kirdi. Yupqa ko'zoynak taqib o'tirgan cho'q soqol cholning qirmizi olmalari ko'zga issiq ko'rindi. Yaxshi-yaxshilardan tanlab oldi. Hovliga kirishi bilan etagiga yopishgan Hasan Husan nevaralariga olma berdi. Kechqurun kelini ishdan qaytdi. Unga ham berdi. O'g'li xizmat safarida edi. O'g'limning ham og'zi tegsin deb ikkita katta olmani shkaf tevasiga yashirib qo'ydi. 3 kundan keyin o'g'li keldi. Ayol bir tizzasiga Hasanni, bittasiga Husanni o'tkazib o'tirgan o'g'lini ko'rib, o'sha kuni yashirib qo'ygan olmalarni olib chiqdi. O'g'li olmalarni huzur bilan hidladi va bittasini Hasanga, bittasini Husanga berdi. Ularning qarsillatib olma yeyishini ko'rib, onasiga qaradi va mamnun jilmayib qo'ydi.